Robiya. Drakon usulida kung fu. Bo'ri usulida karate. Bo'ri usulida karate. Bo'pti, to'xta. Odamlarga juda ham qiziq bo'lyapti. Qanaqa tanishganimizni aytib ber. Voy, ishonmaysizlar. Nima bo'lgan? Ha? Ishonmaysizlar. Xullas biz ishxonada tanishganmiz. Aha. Keyin bular turmushga chiqishimni taklif qilgan. Dagin. Men hammani oldin, men hech qachon sizga erga tegmayman deganman. Dagin. Keyin bitta uchrashuvdan keyin keling, давайте встречаться deganman. O'z o'zing bilan aytgansan. Yo'q. Yig'lab turmushga chiqqanmisan. Undan ham ko'r. Og'zimdan aytmagan, просто anaqa перепискада bilmasdan yozargan. Bilmasdan, davay uchrashaylik deb mangami? Necha kunda to'yimiz bo'lgan? Hech kim ishonmaydi, to'shna. 1 oyda. 1 oyda 10 kun tanishib gaplashganmiz. 1 oyda to'yimiz bo'lgan, ha? 10 kun, 15 kunda уже fathamiz bo'lgan. 1 oy уже uyga tayyorlab, to'yga tayyorgarchilik bilan ishlab qo'ygan. Dagin. Молодец. Ibrohimjon o'g'limiz bor.